yana yomg'ir. Har kuni taksi yog'di, yumshoq yomg'ir yog'di. Ruskiy magazinda Melnitsa degan katta magazin bor. O'sha yerda magazindan qoramay olgandim. Shuni kesib, sir sariyog' bilan zavtrak qilaman. Hozir kofe ham qilib qo'ydim. Zavtrakni ham kesib qo'ydim. Mana sir bilan yegim keldi bugun. Bu donali ochib yeydigan rosa nima plavni sirmi, yumshoq sir bo'ladi-yu. Shunaqa sir. Kofeni shunaqa hidi kelyapti, mana bu yerdan mana tutuni chiqyapti. Aromati rosa zo'r, dahshat kofe. Ko'chada yomg'ir yog'yapti. Mana o'shanda olganlar nimamni issiqqina xalatimi kiyib o'tiribman. Chunki kechagacha ham uyda baribir futbolkada yurdim. Hozir o'sha sovib ketdi. Shunaqa sovuq, yomg'ir, bu yil вообще yomg'ir bizda ko'p yog'di. Erta tong hamma uxlayapti, uyimizda bittaman turib kofemni ichib o'tiribman. Yana o'zimga sutli kofe qo'yganman. O'ylanib o'tiraman shunaqa ertalab. Nimaga degan savollar ko'p menda bo'ladi. Har doim nimaga. Nimaga mana endi hayotda yaxshi yashayman deyotganda odamzodda mana shuncha yil yashab shuni sezdimki, endi yaxshi yashayman deb bir narsani qilasan yoki bir narsaga erishasan, bir nima bo'ladi-da, nima ko'proq odamlar bir-biriga xalaqit qiladi yaxshi yashashga. Odamlar. Odamga zarar